Hammaga assalomu alaykum. Bu yana men Nilufar Anvarovna, Registon o'quv markazining Universal filiali ingliz tili o'qituvchisiman. Aziz do'stlar, bugun siz kutgan videoni tayyorladik. Xabaringiz bor, davlat test imtihonlari allaqachon boshlangan va tarix hamda ingliz tili, huquq hamda ingliz tili yo'nalishlarida testlarimiz allaqachon bo'lib o'tdi va bundan buyog'iga dushanbadan boshlab yana ingliz tili bloklari avjiga chiqadi. Bugun biz sizlar bilan 14 iyul sanasidan boshlab shu paytgacha tushib kelayotgan haqiqiy imtihon savollarini birgalikda ko'rib tahlil qilamiz. To'g'risini aytsam, men kutganimdan juda ham oson savollar bo'ldi. Keling, shularni birga siz bilan o'rgansak, Xudo xohlasa bu video sizga manfaatli bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Demak, birinchi savolda do'stlar ko'rishimiz mumkin. Ko'p nuqtalar. Embarrassed at that moment when I found out that I had forgotten my mother-in-law's birthday. Variantlarga e'tibor bering. Is feeling, felt, has felt hamda has been feeling. Bu yerda to'g'ri javob do'stlar at that moment bo'lgani uchun hamda found out so'zlari bo'lgani uchun, ya'ni past zamonlar bo'lgani uchun to'g'ri javob B variant bo'ladi, ya'ni felt. Men his qildim, xijolatda o'zimni his qildim, uyatli his qildim. Chunki men, demak, qaynonamning tug'ilgan kunlarini unutib qo'yibman, deyapti. Demak, o'tgan zamon va biz felt so'zini olishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi original savolga e'tibor bering. When you employ a person for a short period of time, it means, ya'ni siz bir insonni qisqa vaqtda ishga demak yo'llasangiz, bu ingliz tilida nima deyiladi? Ya'ni lug'atli savol. Javoblar demak hire, admire, give va yana nimadir variant bo'lgan. O'quvchimiz u variantni eslolmaganlar. Xo'p, do'stlar, bizga mana shu 3 ta variantni o'zi ham yetadi. To'g'ri javob berdi. Hire. Hire degani demak biror bir insonni ishga yo'llamoq ma'nosini bildiradi. Admire esa birorta narsani yaxshi ko'rish, tanlash, ma'qul ko'rish, yoqtirish degan ma'nolarni bildiradi. Give esa bermoq degani. Xo'p, do'stlar, 3-savolga e'tibor qaratamiz. Bu yerda ham demak variantlar to'liq esla olmagan o'quvchilar va shuning uchun savolga e'tibor beramiz. Choose the correct interrogative sentence. Qarang. Choose the correct interrogative sentence. To'g'ri tuzilgan savol gapni aniqlang deyapti. Demak, sizning imtihoningizda mana shunaqangi savol bo'lsa, siz variantlar ichidan savol gapni aniqlashingiz kerak va u savol gap struktura jihatdan to'g'ri tuzilgan bo'lishi kerak. Bu yerda o'quvchimiz D variantni belgilab chiqdim va D da mana bu gap bor edi deb bizga ma'lumot qoldirganlar. Why do you think I have taken this information? Bu to'g'ri javob do'stlar. Demak, nima deb o'ylaysiz? Men bu ma'lumotni qayerdan olganman degan gap mana shunday yasaladi. Demak, why do you think I have taken this information? Endi qolgan variantlarni ham baribir ko'rib chiqasiz. Agar mabodo bu test sizga qaytarilib qolsa, o'shanda ham siz e'tibor berishingiz kerak. Demak, struktura to'g'ri tuzilganligiga. Keyingi savolimiz do'stlar, original, ya'ni original so'zi, original so'ziga definition so'ralgan edi, ya'ni unga mos keladigan so'z so'ralgan edi deyilyapti. Va variantlarda turli xil variantlar bo'lgan. Ikkita variantda o'quvchimiz ikkilangan va o'sha ikkita variantni eslab qolganlar. E'tibor bering, bu demak isn't the copy varianti, ya'ni isn't the copy hamda later version. Later version. Original so'ziga do'stlar isn't the copy so'zi to'g'ri keladi. Chunki later version degani eng so'nggi versiyada, ya'ni new, yangi degan ma'noni bildiradi. Oxirgi versiyada degan ma'noni bildiradi. Shuning uchun ham biz bu yerga isn't the copy, ya'ni kopiya qilinmagan degan variantni olishimiz kerak. Original degan to'g'rimi? Va shuningdek, there bo'yicha demak test tushgan, bilasiz, there'dan keyin to keladi, to'lik fe'l ishlatamiz va mana bu yerda endi yangi savol turi. For women, tennis is nimadir? Than swimming deyilyapti. Xo'p, bu yerda variantlarga e'tibor bering. Less preferable, more preferable, less preferably hamda more preferably. Do'stlar, bu yerda bizda to be kelgan, ya'ni is so'zi bor. Shuning uchun ham biz bu yerda S va D variantlarini chiqarib tashlashimiz kerak. Ya'ni preferably ly bilan keladigan variantlarni chiqarib tashlashimiz kerak. Endi I am, B ham to'g'ri. Faqat bu yerda sizga tushuntirib beradigan joyim bor. Ya'ni qiyosiy daraja olishimiz kerak. Buni hamma bilib turibdi, chunki than so'zi bor, to'g'rimi? Than so'zi bor. Lekin A variantdagi less preferable so'zi ham bu qiyosiy daraja. Ya'ni afzal ko'rilmaydigan degani.
Va e'tibor beringlar, biz odatda biror narsani ustunroq, yaxshiroq ma'nosida ishlatsak more olamiz. Masalan, more confident, more beautiful, to'g'rimi? Va u narsa darajasini oshiqroqligini ko'rsatadi. Lekin biz darajani pastroqligini ko'rsatsak, biz more ni o'rniga less olishimiz kerak bo'ladi. Bu kabi testda siz butun boshli kontekstni to'liq tushunishingiz kerak. Ya'ni hozir bu yerda gap chala tuzilgan. Ya'ni ayollar uchun balki tennis haqiqatdan ham afzal bo'lishi ham mumkin, swimmingga qaraganda afzal bo'lmasligi ham mumkin. Shuning uchun bu yerda hozir bitta variantni sizga mana bu javob deb ayta olmayman. Bu yerda A ham, B ham bo'lishi mumkin. Faqat siz undan oldingi gap yoki undan keyingi gaplarga e'tibor berib, ayollar ko'proq tennis shug'ullanadimi yoki swimming shug'ullanadimi? Agar swimming bilan ko'proq shug'ullansa, A variantni olishingiz kerak bo'ladi, ya'ni less preferable bo'ladi. Agar swimming bilan emas, tennis bilan ko'proq shug'ullansa, unda more preferable ni olishingiz kerak bo'ladi. Maplar ham tushyapti, maplar esa juda ham oson. Xo'p, keyingisini ko'ramiz. Demak, reading tushgan ekan. Reading haqida qisqacha o'zimning fikrlarim bor. Bizda mana shu tarix, ingliz, huquq, ingliz yo'nalishlaridagi reading uncha qiyin bo'lmadi. To'g'risini aytsam, ertaklar ham tushdi, bilasiz. Ertaklar haqida biz oldin ham aytganmiz. Essential kitoblaridan umuman ertak tushdi. Rabbit and Turtle haqida, quyon va toshbaqa haqida uni kanalimizga ham yuklab qo'yganmiz. Bu readingni ko'rishingiz mumkin. Va bog'bon haqidagi reading tushgan hamda ko'proq kashfiyotlarning tarixi haqida, radioni tarixi, umuman bicyclening tarixi kabi, demak, readinglar tushmoqda ekan. Xo'p, keling yana ko'proq tushayotgan bo'limlarga e'tibor qaratamiz. Bu yerda o'quvchilarimiz yozgan, ustoz, zamondan ko'proq test tushyapti. Okay? Bu har yili mana shunaqa narsa bo'ladi. Zamonlardan doim testlar bo'lgan. Modal verbs, bilasiz, modal fe'llarni takrorlab chiqishingiz kerak. Wish hamda gerundi mavzulari, naushnik haqida reading tushgan deb aytishmoqda. Okay. Endi keyingi savollarga o'tamiz. Demak, bu yerda aytyapti, tochka quiet so'zi bor. Demak, the children, bu yerda gap ya'ni eslolmagan, chalaroq gap bu. Ya'ni be quiet, jim bo'ling. Bolalar uxlayapti deyishimiz kerak. Bu yerda are sleeping olinadi. The children are sleeping, ya'ni bolalar uxlayapti. Were sleeping esa o'tmish bo'lib qoladi. U bizga to'g'ri kelmaydi, chunki bu buyruq gap hozirgi zamonda gapirilmoqda. Xo'p, diagrammalar tushgan, baliqchi kishi haqida reading tushgan, tarozi haqida, sport hamda jimning sog'liqqa foydasi haqida readinglar tushibdi ekan. Yaxshi. Xo'p, keyingi demak testlarga o'tamiz. Keyingi testlarimiz demak would rather bilan tushgan test. 2024-yil imtihon savoli. I would rather watching, watched, watch yoki to watch. Would rather'dan keyin biz do'stlar fe'lning o'zini ishlatamiz, ya'ni watch shaklini olishimiz kerak bo'ladi. To'g'ri javob shunda C variant bo'ladi ekan. Xo'p, demak, keyingisi cruel so'ziga antonim bo'lgan gapni toping debdilar. Bu yerda variantlar yo'q. To'g'risini aytsam sizga, bu yerda o'zim aytib ketaman. Cruel bu zolim degani, yovuz insonlarga nisbatan cruel deymiz. Shunda bizni antonim variant emas, ya'ni qarama-qarshilik so'zini olishimiz kerak-da unga. Kind, mehribon so'zi bu yerda ko'proq tushadi. Agar sizga mana shunaqa test tushib qolsa, hech ikkilanmasdan mehribon, xushmuomala, muloyim degan javobga yaqin bo'ladigan variantni tanlashingiz kerak bo'lar ekan. Xo'p, yana o'qib ketamiz. Readingdan demak diaries haqida ko'pchilikka reading tushibdi, ya'ni kundaliklar haqida. Buni hali biz o'zimiz qaysi manbadan ekanligini topa olmadik, to'g'risi, lekin nomi bizga ma'lum. Xo'p, air conditioning, ya'ni konditsioner bo'yicha ham reading tushgan ekan. Xo'p, endi keyingi savolga qarang. 2024-yil ingliz tili imtihon savoli. The Financial Times is from other newspapers. Xo'p, bu yerda gazeta boshqa gazetalarga qaraganda farqliroq degan variantni olishimiz kerak. Va bizda to be bor. To be bo'lgani uchun bizda A, B, C variantlar, ya'ni difference, differently hamda differ so'zlari chiqib ketadi. To'g'ri javob different bo'ladi. Different bu turli, har xil degani. Biz bu yerga sifat qo'yamiz va to'g'ri javobni D variantida belgilashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyingi savolimiz demak 2024-yil ingliz tili imtihon savoli. Cows eat meat, o'rtada blank bor, ya'ni bo'sh joy. Sigirlar go'sht yemaydi degan test tushgan ekan. Xo'p, variantlar aren't,
don't, doesn't hamda isn't. To'g'ri javobimiz don't bo'ladi. Ya'ni present simple'da olishimiz kerak. Bu fakt gap. Haqiqatan ham sigirlar go'sht yemaydi va bu yerda eat so'ziga ham e'tibor berishimiz kerak, yemoq degani va biz bu bilan demak don't yoki doesn't ishlatishimiz kerak. Endi cows ko'plikda bo'lgani uchun to'g'ri javob don't bo'ladi. 2024-yil ingliz tili imtihon savollari. We have invited Shahrizoda bo'sh joy in our conversation. Invite bilan do'stlar nima keladi? Shuni eslashimiz kerak. Variantlar to speak, speaking hamda to be spoken. Invite bilan biz to hamda verb shaklini ishlatishimiz kerak. Shunda biz Shahrizodani taklif qildik, suhbatimizga, demak gapirishga, qo'shilishga ma'nosida to speak varianti olinadi. Keyingi demak savolimiz It was the coldest winter that I had bo'sh joy va had. Do'stlar, bu yerda perfect zamonining demak signal so'zlari tushyapti. E'tibor bering, variantlarda ever, yet, still hamda every so'zlari bor. Perfectlarda biz umuman perfectning demak yordamchi so'zlari have, hasdan keyin, umuman haddan keyin oladigan variant ever so'z bo'ladi. Ya'ni I had ever had deymiz. I had ever had. Bu yerda yet gapni oxirida not gaplarda kelishi kerak. Still to'g'ri kelmaydi. Every present simple ning kalit so'zi. Shunda to'g'ri javob ever bo'ladi. Perivodga keladigan bo'lsak, bu qish menda bo'lgan, mening hayotimda bo'lgan eng sovuq qish bo'ldi. Ya'ni mening umrimda, hayotimda bo'lgan eng sovuq qish bo'ldi deb tarjima qilinadi. Keyingi savolimiz Two men came up to me. Of them was dressed smartly. Va bu yerda of so'zdan oldin bo'sh joy bor. Bu yerda aytayapti, ikkita erkak menga demak duch keldi. Demak, ulardan har biri juda ham aqlli kiyinib olgan edi. Ya'ni kostyum shimlarda bo'lishi mumkin. Bu yerda ikkita so'zi bizni chalg'itib qo'yapti. Do'stlar, ikkita so'zi bizga o'zi both variantini olishimizga to'g'ri kelishi kerak aslida. Chunki both ikkalasi degani, to'g'rimi? Lekin siz bu yerda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa bu of themdan keyin turgan was so'zi hisoblanadi. Was bu to be ning o'tgan shakli birlik so'z. Va bu holatda biz boz'ni ola olmaymiz. Chunki boz kelgan payti fe'limiz ko'plikda kelishi kerak. Endi shunda biz olamiz each of them. Every of degan narsa ingliz tilida yo'q. Bu narsani hozircha unuting. Every of deb aytilmaydi. Each of degan variant bizda bor. Endi all of them degan narsa ham bor, lekin all degani bizda barchasi degani ikkita va undan yuqori bo'lgan miqdorlarga keladi. Ya'ni 3 ta, 4 ta, 5 ta kishilarga all so'zini ishlatishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda ikkita erkakning har biri degan ma'nosida each of them ni olishimiz kerak edi. Keyingi savolimiz, demak, e'tibor bering. My punctual boss required me to be. Mening demak punktual demak ish direktorim. Punktual degani bilasiz, bu hamma narsani o'z vaqtida bajaradigan insonlar. Demak, punctual direktorim mendan talab qildi nima qilishni. Endi variantlar behind time, behind schedule, on time, late. Ya'ni mendan ishda vaqtida bo'lishimni talab qildi. Vaqtida degan variant on time deyiladi. Endi behind time, behind schedule, late bu umuman to'g'ri kelmaydigan variant, kech degani. Ular umuman tushmaydi. Ya'ni bu yerda bizga kalit so'z berilgan, punctual so'zi. Punktual inson vaqtida kelishni talab qiladi. On time variantini olamiz. Keyingi savolni ko'ramiz. If you hadn't played football yesterday, you nimadir your leg. Bu ifli gaplardan tushgan type 3, ya'ni yesterday so'zi bor va hadn't played so'zi bor. Yaqindagina biz sizga YouTube'da iflar bo'yicha, wishlar bo'yicha videolarimizni taqdim qilgan edik. Esingizda bo'lsa, mana biz o'rgatgan demak struktura imtihonda tushyapti. Type 3 da biz aytgandik, past perfect bilan would have done ishlatamiz. Would have done. Shunda biz bu yerga olamiz B variantni. A da would break, B da wouldn't have broken, C da demak can't break hamda were breaking variantlari. Demak, agar sen kecha futbol o'ynamaganingda oyog'ingni sindirib olmagan bo'larding. Wouldn't have broken olishimiz kerak ekan. Keyingi savolimiz, mana bu ham juda ko'pchilikni ikkilantirib qo'ygan savol. Non-potable water, ya'ni non-potable waterni nimani anglatadi deyapti. Bu suv do'stlar, suvligi hammaga ma'lum, lekin qanaqa suv? A variantni o'qiymiz. Water can be used for cleaning and watering. Ya'ni
tozalash hamda sug'orish ishlari uchun ishlatiladigan suv. B variantini ko'ramiz. Water is safe for drinking. Ichish uchun demak nima? Toza, yaxshi suv. Water has more nutrients, ya'ni vitaminlari ko'p bo'lgan suv. Va dedi water should be boiled. Suv qaynatilishi kerak. Ko'pchilik mana bu yerda D variantini olib qo'yganlar ham bor. Bu suv do'stlar, non-potable water qishloq xo'jaliklarida, irrigatsiyada yoki mana unitaz, hammom, hojatxonalarda ichib bo'lmaydigan, lekin sizni demak maishiy xizmatlaringizni qilishda yordam beradigan suv aslida. Buni siz qaynatib ham icha olmaysiz. Tushunarli? Shunda biz buni to'g'ri javobni A varianti olishimiz kerak. Ya'ni cleaning hamda watering uchun ishlatilinadigan suv bu. Keyingisi, the police officer promised that his identity kept secret. Politsiya ofitseri va'da berdi. Promisedga e'tibor beringlar. Promised o'tgan zamonda uning shaxsiyati, ya'ni identity bilasiz, bu birorta insonning shaxsiy nima deydi? Shaxsiyatida bo'lishi mumkin, ismi, kelib chiqish joylari, umuman hammasi sir saqlanishi haqida. Xo'p, kept secret. Kept ga ham e'tibor berasizlar. Kept bu yerda fe'lning 3-shakli, verb 3 holatda turibdi. Endi A variant avtomatik xato bo'ladi, chunki would bilan biz keep olishimiz kerak. Keep. Were ham to'g'ri kelmaydi, chunki identity birlikda. C variantda would be. Okay, bu to'g'ri keladi, chunki would biz haqiqatan would olishimiz kerak. Promised o'tgan zamonda turibdi. Would to'g'ri keladi va bu passive voice bo'lgani uchun be so'zini qo'shib olamiz. Would be kept deb ishlatamiz. D variantda esa will bor ekan. Will esa umuman to'g'ri kelmaydi, chunki bu kelasi zamonning demak so'zi. Do'stlar, biz mana shu yerda siz bilan testimizni yakunlaymiz. Xudo xohlasa yangi testlarni kutib qoling. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang hamda do'stlaringizga share qilib qo'ying. Imtihon savollaringizni kommentariyalarda yozib qoldirsangiz, biz albatta ularni o'qib, tahlil qilib sizlarga taqdim qilamiz.